Muhtaram Prezidentimiz tomonidan qishloq xo'jaligida suvdan samarali foydalanish, monitoringini yuritish, suv tejamkor texnologiyalarini qo'llash borasida ko'plab katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Agrobank aksiyadorlik tijorat bankiga qarashli Suvchilar maktabi va respublikamizdagi 141 ta namunali fermer xo'jaliklar bilan hamkorlikda g'alla va paxtaga ixtisoslashgan yer maydonlarida tomchilatib va yomg'irlatib sug'orishni keng joriy qilish yuzasidan tajriba maydonlari tashkil etildi. Biz bugun Xorazm viloyati Gurlan tumanidagi Ollom davlat fermer xo'jaligiga tashrif buyurdik. Bu yerda Xitoy texnologiyasi asosida paxta yetishtirilmoqda va shu bilan birgalikda suv tejamkor texnologiyalardan foydalangan haqiqiy bir namunali fermer faoliyat ko'rsatmoqda. Assalomu alaykum Umidjon aka, hormang. Mana hozir dalangizga tashrif buyurib, bir haqiqiy namunali fermer xo'jaligi ekanligiga ishonch hosil qildik. Fermerlik bilan necha yildan beri shug'ullanasiz? Bizning fermer xo'jaligimiz 2004-yil tashkil topgan. 2004-yildan beri shu qishloq xo'jaligini ichidamiz. Asosan nima yetishtiriladi bu dalada? Asosan bizning fermer xo'jaligimizda paxtachilik, g'allachilik, bog'dorchilik. Bog'dorchilik ham bor. Bog'dorchilik ham bor. Qancha maydonga paxta ekkansiz? Qancha maydonga g'alla ekkansiz? Bu yil 26-yil 53 gektar yerga paxta ekkanmiz. 25 gektar yerga g'alla ekkanmiz. Oxirgi yillarda suv global muammoga aylanmoqda. Shu natijasida suv tejamkor texnologiyalarni qishloq xo'jaligida qo'llash yildan yilga ommalashmoqda. Mana sizni ham dalangizni ko'rib turibmiz. Tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish. Aynan bu sug'orish usullariga o'tishingizga sizga nima turtki berdi? Muhtaram Prezidentimiz tomonidan shunday qarorlar, fermer xo'jaliklari uchun shunday foydali qarorlar chiqqan. Tomchilatib sug'orishga o'tishdan maqsadimiz yer solig'idan ozod qilinadi 5 yilgacha. Suv solig'idan 50%gacha imtiyozlari bor. Paxta dalasiga vegetatsiya davrida 5300 kub suv ketadi. An'anaviy sug'orish. An'anaviy sug'orishda bu tomchilatishda 40%gacha 50%gacha suvni tejash. Undan tashqari yana nimalarni tejashga muvaffaq bo'lasiz tomchilatib sug'orish orqali? Tomchilatib sug'orishda mineral o'g'itdan ekonom bo'ladi, kam xarajat, qo'l kuchidan, misol uchun 20 gektar yerga bir bola bemalol suv ochsa bo'ladi-da, bir ishchi. Bir ishchi 20 gektar joyda bemalol suv. Bir suvchi. Avval qancha ishchi ishlagan? Shu 20 gektar sug'orish uchun. 20 gektar yerni sug'orish uchun avvallari 5 bola 5 suvchi, 6 suvchi yurardi. Misol uchun birgina o'g'itdan aytadigan bo'lsak, 50% o'g'itdan ham tejaladi. Nosuzning o'zi bilan, kapelni bilan, suv bilan birga beriladi. 50% tejaladi. O'g'it berishda ham qo'shimcha ish kuchidan, undan tashqari o'g'itdan tejash imkoniyatiga ega bo'lar ekansiz. O'tgan yil qancha soliq to'ladingiz, suv solig'i? O'tgan yil 70 million so'm suv soliq to'laganman. Endi tomchilatib sug'orishda 50% ga mana shu 50% ga chegirmasi. Balki undan ham kam bo'lishi mumkin, undan kam bo'lishi mumkin endi, bu yil suv kam. Sinjon usulida paxtani yetishtirish, men o'z ko'zim bilan buni o'tgan Xitoyga borib ko'rib kelganman buni. Shundan Xitoyda ko'rib kelgandan keyin o'zlarimizdan bizlar ham qilsak bo'ladi-ku degan maqsadda ish boshlaganman buni. Xitoy texnologiyasi. Xitoy texnologiyasi. Shu bir 3-4 ta afzallik tomonlarini sanab bering, mana shu Xitoy texnologiyasi asosida paxta yetishtirishning. Eng afzal tomonlari an'anaviy usul bilan solishtirganda. Eng afzal tomonlari buning hosildorligi yuqori bo'ladi. Paxtani 20 kun kamida 1 oy erta tez yetiltiradi paxtani. Bu plyonka ostida issiqlik haroratini o'ziga yetarli darajada oladi. Begona o'tdan saqlanadi, begona o't chiqmaydi. Bug'doyingiz qancha gektarni tashkil etadi? Bug'doy ham ekkan ekansiz, adashmasam. Bug'doydan 4,5 gektar, bu yilga 4,5 gektar yomg'irlatib chiqarildi. Buning ham samarasi sezilarli darajada. Nimalarda sezdingiz shu? Qaysi jihatlari sizga afzalliklari bo'ldi? Buning afzalliklari suv tejalib, 40-50% ga suv tejalib, mineral o'g'itda bu ham asosiy. 20-50% gacha mineral o'g'it. Va tejamkorligi sezildi bizga. Mana yaqinda Suvchilar maktabi bilan hamkorlikda mana shunday tajriba maydonlarini, namunali tajriba maydonlarini tashkil etdingiz.
Bu tajriba maydonlari fermerlarga ko'plab qulayliklar yaratib bermoqda. Masalan, quyosh panellarini misol qilib keltiradigan bo'lsak, meteostansiya. Shu bilan birgalikda aynan mana shu tajriba maydoni qurilishidan oldin Agrolab laboratoriyasi tomonidan tuproq tahlillari olindi. Sizning dalangizdan ham. Sizni yeringiz o'z aslida nima deyapti? Sizni tuprog'ingiz? Mana suvchilar maktabi bilan hamkorlikda ishlab boshlagandan keyin Agrolab laboratoriyasidan tuproq analizlarini chiqarib berdi bizlarga. Bunda 50 dan ortiq ko'rsatkichlar chiqarib berdi bizga. Bunda bizlar qancha fosfor, qancha kaliy, qancha azot dalaga berishimizni hammasini oldindan bilib oldik. Buni hammasini albatta bu ko'rsatkichlar ertaga menimcha shu sizni dalangizga ancha yillar xizmat qilsa kerak. O'zi avval ham o'tkazganmisiz mana shunaqa tuproq tahlillarini? Yo'q, avval o'tkazmagan. Avval o'tkazmagansiz. Bu qanchalik darajada kerak ekan o'zi fermerlar uchun tuproq tahlillari? Endi bu bizlarga 100% kerak ekanda oldindan bilib. Chunki yerni tashqi tomoniga qarab bilib bo'lmaydi, ichki. Yo'q, mana ichiga kirgandan keyin bilyapmiz bularni. Mana yaqinda quyosh panellari orqali fermerlar orasida quyosh panellari orqali daromad topish imkoniyati ham paydo bo'lyapti. Mana shu siz qanday daromad ko'zlayapsiz? Siz ham quyosh panellari o'rnatgansiz. Beminnat bepul quyosh energiyasidan olib mahsulotlarimiz ishlab turibdi buni. Undan bizlardan ehtiyojdan tashqarisini davlatga sotib, davlat subsidiya orqali pul berib turibdi, bizlarga pul to'lab turibdi. Bugungi kun fermerlari haqiqatdan boshqacha. Avvalgilar bilan solishtiradigan bo'lsak, har bitta qadamida mana prezidentimiz islohotlar o'tkazyaptilar. Suv tejamkor texnologiyadan qancha soliq stavkalaridan fermerlarga yordam bo'lyapti. Undan tashqari quyosh panellarida mana shunday imkoniyatlar mavjud. Siz tavsiya qilasizmi boshqa fermerlarga ham suv tejamkor texnologiyalarga o'tish kerakmi? Tavsiya qilamiz. Men o'zim ham mana bu yil 40% yerimni tomchilat sug'orish texnologiyasini o'tganman. Kelasi yil xudo xolasa 100% qilaman deb niyat qilib turibman. Biz suvchilar maktabi bilan suvchilar maktabi ochilgan paytlari shu 24-yillar 2024-yil borib suvchilar maktabida o'qiganmiz, bulardan bilim olganmiz. Shu paytlari qiziqish bo'lgan menda. Shu ko'p nimalarni o'rganganmiz shu paytda suvchilar maktabidan. Asosan bu suvchilar maktabi bilan ishlashimiz shu 24-yil boshlanganda bu. Shu paytlar shu texnologiyalarni shu suvchilar maktabidan o'rnatishlarni niyat qilib qo'yganda, mana muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan shu fermer xo'jaliklari uchun namunali bo'lish uchun mana suvchilar maktabi bilan birgalikda shunday dala shiyponlarni barpo qilib, shunday sharoitlarni yaratib bergani uchun muhtaram prezidentimizga kattakon rahmat. Bir so'z bilan aytganda, bugun fermerlarimiz nafaqat dalada, balki o'zini mana shunday shinam dala shiyponlarida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Umidjon aka, hosilingizga baraka tilaymiz. Salomat bo'ling. Rahmat.